O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida tergov harakatlarini o'tkazishda sun'iy intellektdan foydalanish istiqbollari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Anjumanda asosiy e'tibor sun'iy intellektni tergov jarayoniga integratsiya qilish masalasiga qaratildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu texnologiyalar orqali tergov versiyalarini shakllantirish, protsessual hujjatlarni tayyorlash va katta ma'lumotlarni qisqa vaqtda tahlil qilish imkonini beradi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlat organlarining faoliyati, xususan huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatida raqamli texnologiyalarni va sun'iy intellektlarni joriy etish masalasi kun tartibida qo'yilgan. Bugungi kunda sodir etilayotgan jinoyatlarning soni tobora ortib borilayotganligi, sodir etilayotgan jinoyatlarni sxemasi, ya'ni mexanizmi murakkablashib borayotganligi holatida biz demak bu kabi omillarga qarshi kurashishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish masalasi demak muhokama etildi. Sun'iy intellekt imkoniyatlari bu qanaqadir bir cheklovlarni olib kelmasligi kerak. Ya'ni u davlat va xalq jamoat uchun xizmat qiladigan tizim bo'lishi kerak. Bu imkoniyatlarning kiritilishi albatta bu kelgusida davlat organlari xodimlarini faoliyatiga jamoatchilikning yanada ishonchi ortishiga olib keladi. Biroq masalaning ikkinchi jihati ham bor. Texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, ulardan foydalanishda axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va mas'uliyatli yondashuv asosiy talab bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyasi, uni yutuqlari, aytaylik uni kamchiliklari, erishiladigan natijalar to'g'risida juda ham qiziqarli ma'lumot almashinuvi bo'ldi. Ushbu konferensiyada qatnashish biz uchun bir katta imkoniyat. Hozirgi amaliy, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq qilishimiz, quyi tergov tuzilmalariga yetkazishimiz bo'yicha bu katta mas'uliyat ham bizga beradi. Bu kabi konferensiyalarning ko'payishi bizni harakatlarimizni yanada osonlashtiradi va sifat jihatdan yuqori darajalarga ko'taradi deb o'ylayman. Konferensiya yakunida tergov faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha aniq taklif va ilmiy yondashuvlar ishlab chiqildi. Shuningdek, konferensiya materiallari asosida ilmiy maqolalar to'plamini nashr etish masalalari ko'rib chiqildi.